Temir moddasi inson salomatligida juda muhim hisoblanadi. Agar sizda uyqusizlik, charchoq, holsizlik, bosh aylanishi, havo yetishmasligi holatlari kuzatilsa, bilingki, organizmda temir moddasi yetishmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzasidagi har bir 5-odamda bugun ushbu holat kuzatilmoqda. Kamqonlik, ya'ni anemiya temir moddasining yetishmovchiligi sababli yuzaga keladi. Faberlik kompaniyasining 15803 kodi orqali sotuvga chiqarilgan Железо Хелат nomli BAD, ya'ni qo'shimcha ozuqasi sizga aynan mana shu muammolarni bartaraf etishda yordam beradi. Shaxsan o'zim ham kuniga bir mahaldan ushbu mahsulotni iste'mol qilmoqdaman va sizga ham tavsiya etaman. Temir moddasi bilingki, siz uchun zarur bo'lgan omillardan.